Do'stlar, ko'rdilaringmi? 10 million prosmotr bo'libdi shu video. Qani hozir biz ham yeb ko'ramiz. Xuddi o'shanda olib keldim. Qani mazasi rostdan o'shunaqa ekan, ichi shunaqa qip-qizil chiqar ekan. Bismillah, ilohim shunaqa chiqsin. Buni narxini 450 mingga tushdi. Bismillah. Yemon qaranglar. Lekin yorilishlari haqiqatda tassillo yorilyapti. Mana bismillah, 450 ming so'mga ilohim artsin. Yeah. Tarozi yo'q payti, tarozi uchun vashe bomba. Bu videoda faqat iftorlikdan keyin ko'ringlar. Bu videoda agar hozir bitta o'zingiz ko'rib azoblanayotgan bo'lsangiz, do'stingizga ham, eng yaqin do'stingizga ham jo'natib qo'ying. Bitta tarvuz olib bersin, 450 ming so'm endi nima endi. Pulini oqladi. 450 ming so'mga siz tarvuz olib yegan bo'larmidingiz? Kommentariy yozib qoldirib qo'ying, like bosishni unutmang. 10 million prosmotrda biz yangilab 20 million qilib qo'yamiz.